barmoqlaring sehrgar, tirnoqlaring tillodan. Bersang edi mehrgar, asiringman, illoman. Kamalakday tovlanib, bir gap keldi og'zingga, qoldim qushday ovlanib, tabassum va nozingga. Ayb sandami, yo manda, qayerdanam kelding duch, jon ham qolmadi tanda. Soat 15 takam 3. Balki tug'ma iste'dod, erkalanib boqishing, ado qiladi voydod, qoshlaringni qoqishing. Sochlaringni dorlari, qaro tunni jabriya, qavog'ingni qorlari qilar mani tarbiya. Yetti uxlab tushimga, kirdingmi ishq qasdidan, kelolmayman hushimga, barmoqlaring dastidan. She'r shoirning o'z-o'zi bilan, tabiat bilan ruhoniy suhbatidir. Odamzod dunyoga kelganda uning qalbiga bu olamning pok tasviri muhrlanadi. Ota-ona, vatan, do'stdan tortib yaratuvchigacha, mehr, muhabbat, adolat va e'tiqodgacha. U ro'baro kelgan hayot ana shu pok ideal tasavvurdan go'zal bo'lsa, zavqlanadi, unga mos kelmasa, iztirob chekadi. Shoir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Boboqand Mirzo she'rlarida ham bu yaqqol ko'rinadi. Xususan uning 2024-yilda Sahhof nashriyotida chop etilgan Ko'rgulik nomli to'plamida shoirning eng avvalo o'ziga, so'ngra dunyoga, tabiatga, odamlarga beradigan savollari, dil so'zlari she'r bo'lib o'rin olgan. Kitobga so'zboshi yozgan O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim Boboqandni so'zni avaylaydigan, qadrlaydigan ijodkor deya e'tirof etgan. Darhaqiqat, shoir so'z bilan tirikman, nafasim ham so'z deydi bir she'rida. Shoirlikning o'zi aslida katta ko'rgulikda. Ko'rgulik bor, ko'rgilik borda. Mana shu Ko'rgulik nomli kitobim dunyo yuzini ko'rganda, o'sha adabiyotshunos olimlar, katta bir adabiyot darg'alari birinchi nomiga qiziqish uyg'otdi. Ularda ko'rgilik degan bir she'rim ham kitobdan o'rin olgan. O'sha Navbahorda bir bo'lib o'tgan voqea, bir ayol qismati to'g'rirog'i. Ijodkor borki, uni qalbi har doim uyg'oq bo'lishi kerak. Ruhiyatidan kechayotgan ijod mahsulini kelajak avlodga qoldirish kerak deb o'ylayman. Alisher Navoiyning ijodini o'rganish jarayonida Navoiynoma degan bir dostonga yaxshi niyatlar bilan qo'l urdim. Havaslanaman-da. Ham havas, ham hayratga tushaman. O'zi bor yo'g'i 60 yil umr ko'rgan, lekin uni yaratgan asarlari butun dunyolarga tatigulikda. Shu uchun Alisher Navoiydan ko'proq o'qib, mutolaa qilib, Navoiyni ruhiyatini bizni ham qalbimizga yuqtirsin deb Xudodan so'z so'raymiz. 4 kunlik dunyo hammasi o'tkinchi o'tib ketadi, lekin hozir ana 45 yoshga kirgan bo'lsam, har doim o'zim ham shoshib yashayman-da. Sababi kelajak avlodga nimadir yaxshi bir badiiy meros qoldirayin, ma'naviy meros qoldirayin deb shu maqsadda har doim harakatdaman. Bugun dunyoga kelgan she'rim hafta 10 kun o'tib o'zimga yoqmay qoladi. Keyin ko'p she'rlarim bilan xayrlashishimga to'g'ri keladi-da. Yangi she'rlarimda esa har doim qayta-qayta tahrir qilaman. Qayta-qayta o'qib, ovoz chiqarib o'qib, yana xatolarimni, kamchiliklarimni to'g'rilashga harakat qilaman. Avvalo tuyg'ular go'zal bo'lish kerak. Tuyg'ular go'zal bo'lish uchun qalb go'zal bo'lish kerak. Qalb go'zal bo'lmasa, sizni tuyg'ularingiz ham begonasirab qoladi-da. Shoir uchun bu tuyg'ular begonasirashi o'lim bilan zulm. She'r degani o'quvchini, muxlisni muvozanatdan chiqara olsa, o'sha she'rda ro'zg'or tashvishlari, ijtimoiy hayot bizni mutolaadan ancha yiroqlashtirib qo'ygan. Shaxsan meni. Bugun esa ana shu xatolarni bartaraf etish uchun jonim halakda. Uni tongga qadar bedor o'tishlarim, o'zimni mutolaaga bag'ishlaganim, aytdim-ku, mutolaasiz o'tgan kunlarimni hech qachon kechira olmayman. Adabiyot shunisi bilan go'zalda. Hozir yozgan paytingiz o'zizniki, ertaga kitob bo'lib dunyo yuzini ko'rdimi, bu butun xalqniki. Kitoblar, asarlar yozish uchun zo'r bo'lish kerak. Zo'r ilmga, tafakkurga ega bo'lish kerak. Buning uchun albatta mutolaa shart.
Yangi kitobini shoir volidasi Mukarram aya Umarovaning porloq xotirasiga bag'ishlagan. Buni bilgan o'quvchining ko'nglidan to'plamning nomi bejiz ko'rgilik emas ekan degan fikr kechadi. Chunki bu dunyoda onani yo'qotish, onadan ayrilish chindan ham ko'rgulik, katta uqubat. Kitobga nom tanlashda ham shoir ajib so'z o'yin qilganki, unga kiritilgan she'rlarni o'qiganda kitob rostdan ham ko'rsa ko'rgulik bo'libdi degan xulosaga ham kelish mumkin. Onam yozgan she'r. 9 oy qornimda tinglagan doston, 5 vaqt namozimda duo pandimni, poyimda jannatu yelkamda osmon, she'r aytib tuqqanman bobo qandimni. Uning yuragi she'r, vujudi g'azal, quyoshning tig'ida, nurning tig'ida, tasadduf ham emas taqdiri azal, burgutning ko'zi bor qorachig'ida. So'zdan gulxan yoqar, zaboni cho'g'lim, qor kabi eritar qahraton dilni, hech kimga o'xshamas mening shu o'g'lim. 4 misra she'r bilan 40 yorar qilni. Men-ku bo'lolmadim allalar to'qib, 9 oy 9 kun chekkan nolamdan, ona haqda yozgan she'rlarin o'qib, nechun faxr etmay shoir bolamdan. Bir beva ayolga qismat hukmi boj, farzand kamolidan ming bir ehtirom, olqishlab boshimga kiydiradi toj, shoirning onasi degan ulug' nom. Tuproq ostida ham ko'ksim keraman, ko'rib turibman-ku to'kkan terini, va boshqa ruhlarga o'qib beraman qabrimning toshiga yozgan she'rini. Boboqand Mirzoni ham bir qalbi keng, bir yuragida o'ti bor, so'zida harorat bor bir ijodkor sifatida taniyman, bilaman. Mana shu ko'rgulik kitobini qo'limga olganimda birinchi e'tibor qilgan narsam mana shu kitobni nomiga bo'ldi. Ko'rgulik so'zi bu demak bir salbiy buyoqdor bir ma'no, lekin kitobni ichidagi she'rlarni o'qib chiqqan inson mana shu kitobni nomi nega bunday qo'yilgani bo'yicha ham o'zida bir xulosa paydo bo'ladi. Ijodkor o'zi shundayki, agar ijod qilmay qo'ysa, bir ilhomi kelmay qo'ysa, yozmay qo'ysa, yuragida bir g'am paydo bo'ladi. U qachonki mana shu bir uni eng baxtli kuni mana shu bir asar yozgani, bir she'r yozgani, bir hikoya yozgan kuni eng bir baxtli kuni hisoblanadi. Meni nazarimda mana shu kitobning nomini ham ko'rgulik deb qo'yilgani sababi ham mana shu yozuvchini bir umuman ijodkor insonni, shoirni bir qalbida kechadigan mana shu jarayonlar uni bir kundalik hayotiga bo'lgan bir ishora sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Men mana shunday angladim. Bu yerdagi ayniqsa mana ona haqidagi, vatan haqidagi she'rlar borki, bu insonni bexos mana shu qalbida qandaydir bir tuyg'ularni, hislarni paydo qiladi. Yaxshi ko'radigan she'rim Boboqand Mirzoni Onam allasi degan bir she'ri bor. Bir betakror she'r deb aytishimiz mumkin. Mana shu kitobni bir yosh yigitga berdimda, shu yerdagi bir eng o'zingga yoqqan bir she'rni tanlab aytib bergin degandim. Bunday varaqladida o'sha Onam allasini o'qib menga aytib berdi. Boya yuqorida aytganimizda she'rda harorat borda, o'sha she'rni qandaydir bir taftini o'sha yigit sezdida bir aytib berdi. Men o'zimni ham bir eng yoqtirgan bir she'rim bo'lgani uchun o'zimga bir boshqacha bir ta'sirlandim. Boboqand aka Umarovni dastlab jurnalist sifatida taniganman, chunki bundan 15-16 yillar oldin o'sha talabalik davrimizda Boboqand Umarov Yoshlar telekanalining Davr informatsion dasturida Navoiy viloyat muxbiri sifatida faoliyat yuritardilar va biz u kishini o'sha ovozini kadr ortida eshitib, men endi jurnalistikaga qiziqqanligim uchun havas qilganmiz, kuzatganman. Keyinchalik taqdir ekan nasib etdi u kishi bilan birga faoliyat olib borish, hamkasb bo'lish va mana shu davrda o'sha Boboqand akaning ovozi qanaqa bir samimiy, o'ziga xos bo'lsa, u kishining shaxsiyati ham, ijodkorligi ham o'sha shunga monand ekanligini ko'rganman-da. Masalan, o'sha odamiyligi, hammaga astoydil yordam berishga intilishi. Boboqand aka kimgadir yordam berish uchun Boboqand akani tanishi bo'lish shart emas. Savob ishlarni qilishni yaxshi ko'radi. Bugun she'riyati bir boshqa bir pog'onaga o'tganligi, masalan, yoshlikdagi o'sha she'rlari, kitoblarida ko'proq o'sha sevgi, muhabbat, yoshlikka xos bir tuyg'ularni, shu tarannumini, tuyg'ular rangini ko'rsak, bugungi she'rlarda o'sha Boboqand akani ulg'aygan qalbi,
va u kishini shaxsiyatida shakllangan fazilatlari, odamiylikning bir hammaga kerak bo'lgan, hamma qabul qila oladigan bir qirralari namoyon bo'lganligini u kishini o'sha rang-barang mavzulardagi she'rlarda ko'ra olamiz. Va bugun Boboqand akani she'rlarida ham mavzular xilma-xilda. Ismsiz bayoz degan she'rda shunaqa bir satrlar bor. Onam o'ksir, olam o'ksir, alamzada alam o'ksir. Alamzadalikdan alamni o'ksikligini his qilish, ichki bir tuyg'ulardan tahlil qilib o'tkazish bu shoirga xos. Va Boboqand akani she'riyatida ham uni o'ziga xos bir uslubi, o'ziga xos bir o'sha so'z yo'li borligi va bu yo'l bugun yanada ravon bo'lib borayotganligi, bu yo'l o'sha ijodkorni o'sha tafakkuriga, ko'nglidagi o'sha nurli bir manzilga bog'langan ekanligini, bugun o'sha ijodkor yangi ma'nolarni, yangi o'sha satrlarni izlayotganligini va bunga erishayotganligini biz mana shu Ko'rgulik kitobidagi she'rlarni mutolaa qilib ham iqror bo'lamiz. Yaxshi rahbar va u kishi o'sha she'riyatda, adabiyotda bir o'zini nomiga, o'zini so'ziga, o'zini ijodiga ega inson. Boboqand Umarovning o'sha ijodining bir muxlisi sifatida u kishining mana shu Ko'rgulik kitobidan bir she'r juda ham menga manzur bo'ldi, shuni o'qib berishni istadim. Bu she'r Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozilgan. O'lim to'shagida yotibdi bahor, bir tomchi suv tutar og'ziga yomg'ir, sabodan so'rdilar, qanday najot bor, vujudim titraydi, titraydi dir-dir. Derazamni oching, yetmaydi havo, shu tog' suyanchimdir, yupanchim qoya, bir shoir yotibdi, dardi bedavo, axir bu ertakmas, hikmat hikoya. Ikki ko'zi shiftda, erkda xayoli, go'zal hurlik uchun koshki bersa tan, mushtipar onayu munis ayoli, mo'tabar vatan. Ismsiz qirlarda o'pkalanar o'sh, haliyam izzating bilmadimi g'am, bitta shoirisiz bu dunyo bo'm-bo'sh, hovuridan tushmas adabiyot ham. Bu she'rimning nomi Yig'i. Bu gaplarga tesha tegmagan, bolta bilan chopilgan, ammo qilich kelsa boshin egmagan, parda kabi yopilgan, ammo bunda bulbul sayraydi unsiz, tafakkurni chaqadi chayon. Men yashayman g'urubsiz, tunsiz, sen yashaysan qayerda, qayon? Ayt, qayerdan olingan loying, tuprog'ingga payvanddir loshim. Chumolilar o'pganmi poying, alar mening ko'z ila qoshim. Qara, mening ko'zlarim so'qir, yelka tutar ne sabab dul-dul, peshonamdan bir oyat o'qir, yana o'sha bezabon bulbul. Ko'ksim tilar kipriging tig'i, bir so'z yotar hamon jon so'rab. Men dunyoga yetgulik yig'i, dunyo esa kelar qon so'rab. Agar ijodkorning axloq kodeksi yaratiladigan bo'lsa, men halollik bilan shijoatni birinchi modda qilib qo'yar edim. Chunki uning boshqa hamma jihatlari shoirning qay darajada halol va naqadar shijoatli ekaniga bog'liq, degan edi Abdulla Qahhor adabiyot haqida so'z yuritar ekan. Hamkasblari Boboqand Mirzo ham aynan halollik va shijoatni o'ziga hayotiy tamoyil qilib olganini ta'kidlashadi. Nasimiy shoir haqida yaxshi eshitgansizlar. Nasimiyning taqdiri men o'qigan paytim juda bir hayrat bilan, ko'z yosh bilan o'qiganman. Bu ko'z yoshlar albatta she'r bo'lib to'kilgan. Qurbonlikka so'yinglar meni, tavonimdan osinglar doriga, keyin tuzlab qo'yinglar meni, burkanganman qop qora qorga. Qay josusga nasib ro'z toj, ki saltanat bong uryapti bong. Men zindonda to'laganman boj, soch oqardi, oqarmadi tong. Peshonamga bosilgan tamg'a, Nasimiyning baytlari kufr, jallod, endi qilmagin nag'ma, she'rimga emas, yuzimga tupur. Og'rimasdan qilurman huzur, siz terimni shilgan paytingiz, uvoliga qolmayin uzur. Azon yoki takbir aytingiz, quyosh ufqqa qo'ygan kabi bosh, diling xifton bo'ldimi yo sharq, yer ostini yoritsa quyosh, yer usti ham barq uradi barq. Qurbonlikka so'yinglar meni va tarqating butun basharga.
Boboqand Umarovning qalbiga o'zi tug'ilib o'sgan go'sha, Oltinsoyning kengliklari, yam-yashil dalalari, ajib tabiati, she'riyatga havasini, ilhomni baxsh etgan bo'lsa, uning qalbiga samimiylikni, odamiylikni, olijanoblik fazilatlarini onajonisi Mukarram aya solgan. Men Boboqand bilan uzoq yil bir jamoada ishlaganim sababli Boboqandning onajonisi bilan ko'p hamsuhbat bo'lganimda u ayolning juda bir odam oxun, samimiy, muloyim, dilkash inson ekanligiga ming bora amin bo'lganman. Boboqandda ham ana shu fazilatlar shakllanganligiga guvohi bo'lganman. Sababi Boboqand juda ham samimiy, olijanob insonligi bilan jamoada ham katta hurmat, e'tiborga sazovor bo'lgan. Ayniqsa silai rahim borasida Boboqandga teng keladigani yo'q edi. Chunki u akalarini, ukalarini, opalarini har doim o'ylab, har doim o'shalarning g'amida yurgan bo'lsa, uylanganidan keyin ham oilam, bola-chaqam, ro'zg'orim deya kuyib-pishib, jon kuydirib yurganlarini ko'p guvohi bo'lganman. Boboqand bilan Navbahor tong gazetasida uzoq yillar ishlaganimda, hattoki navbahorliklar Boboqandni bizni navbahorlik deb tan olgan edi. Xatirchida tug'ilgan bo'lsa ham Boboqand bizni Navbahorni farzandi derdi. Ko'plab ayollar uni yaxshi ko'rardi. Farzandim, dilbandim deb kelardi. Ularni ko'nglini olishga harakat qilib Boboqandni she'rlaridan o'qib berardi. Sira esimdan chiqmaydi, bir marta Boboqand mehnat ta'tilida bo'lgan vaqtda undan ruxsatisiz Bolalik degan dostonini gazetaga chop etganmiz. Ana shundan keyin gazetani qo'lma-qo'l bo'lib ketganini, odamlar redaksiyaga kelib o'tirib olishganini, Boboqandning o'zidan mana shu dostonni eshitganini guvohi bo'lib, hattoki hammamiz bir xursand bo'lganmiz. Bir hamkasbimiz Sanovar opa yig'lab kelib, meni bolaligimni yozgan ekansan deganlarini ko'p guvohi bo'lganman-da. Boboqandga bo'lgan ixlosim juda ham oshib ketgan. Boboqand onajonini juda ham yaxshi ko'rardi. Enam derdi. Hayotdan shodimonlik, hayotdan rizolik bo'lganligi, farzandlaridan faxrlanish hislarini tuyganmiz. Ko'p narsani o'rganganmiz bu onaxondan. Ona haqida ham, vatan haqida ham, sevgi haqida ham to'laqonli yozishga haqli shoir deb bilaman. Shoirlarni ko'rganman. Onasini bir bora borib ko'rmagan bo'lsa ham go'zal satrlarni bitadi. Lekin Boboqandning satrlarida ham, amallarida ham onasiga bo'lgan muhabbat, oilasiga bo'lgan sadoqat, odamlarga bo'lgan mehr muhabbat, vataniga bo'lgan mehrni ko'rganman va guvohi bo'lganman. Ko'p bora suhbatlarida amin bo'lganman va men o'ylaymanki, Boboqand mana shu satrlarni ming karra yozishga haqli deb o'ylayman. Boboqandning bitta eng katta orzularidan biri onajonini hajga jo'natish edi. Ammo afsuski taqdir ekan, nasiba ekan onajonini jo'nata olmadi, lekin ularning o'rniga opajonini jo'natdi. Albatta bu ham uning silai rahimdan naqadar xabardor ekanligini, qalbida jigarlariga bo'lgan mehr oqibat yuqoriligini yana bir bora ko'rib amin bo'ldim va bunga nisbatan yana bir karra hurmatim oshdi. Uzoq yillar telejurnalist sifatida faoliyat yuritgan Boboqand Mirzo, ya'ni Boboqand Umarov ayni paytda Viloyat do'stlik bayrog'i va Znamya Drujba gazetalari tahririyati bosh muharriri. Internet, mobil aloqa vositalari o'z imkoniyatlari, jumladan tezkorligi bilan inson ongi-yu qalbini zabt etgan bir sharoitda bosma nashrlar, xususan gazetalarning yashab qolishi oson bo'lmayapti. Boboqand boshchiligidagi jamoa esa viloyat bosh nashrining hayotiyligini ta'minlash uchun mudom izlanishda. Tan olib aytishimiz kerak. Hamma o'zini ijtimoiy tarmoqqa yopishib qoldi-da, o'zini qobig'iga butun xalqni zimmasiga olib qo'ydi. Endi baribir biz istaymizmi, istamaymizmi, o'sha xalqimiz adabiyotga qaytadi. Millatimiz ommaviy axborot vositalarini, bosma nashrlariga qaytadi. Sekin-sekin qaytib ham boshlayapti. Mana viloyat gazetamiz Do'stlik bayrog'i, Znamya Drujba gazetalari hozirgi kunda 5000 dan ortiq tirajda dunyo yuzini ko'ryapti. Lekin bu viloyatda istiqomat qiluvchi aholidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, obunamizni tirajini yana ham balandroqqa, yuqoriroqqa ko'tarish ehtiyojimiz ancha bor, yuqori ekanligini ko'rsatib turibdi. Endi mana shu o'zimiz ham gazetamizni kengroq ommaga yetib borishligi uchun alohida ijtimoiy tarmoqlarimiz yaratilgan. 26-yilda obunasini nasib bo'lsa erta kuz faslida boshlaymiz. Mana shu tirajimizni avvallari 10 ming, 20 ming nusxada chiqadigan bo'lsa, aynan o'sha tirajlarga chiqarish niyatimiz bor. O'sib kelayotgan yoshlarimiz orasida adabiyotga qiziquvchi yoshlarimiz ham safi kengayapti, bu to'g'risi.
Sababi o'zim ijodkor sifatida viloyatimizda, shahar tumanlarida, ta'lim muassasalarida ko'p ijodiy uchrashuvlar o'tkazaman. Hozir ham mana Abidgacha Karmana tumanida o'sha ijodiy uchrashuvda bo'lib qaytdim. Bugun o'sha respublikamizda ham, mana poytaxtda ham ko'p bo'laman ijodkorlar davrasida. O'sha yerda ham viloyatdagi o'sib kelayotgan yosh ijodkorlar ijodiga bir har kim o'zini bir fikrlarini, tanqidlarini, tahlillarini, e'tiroflarini aytishadi. Shunda ayon bo'ladiki, bizning Navoiy viloyatidan bugun o'sib kelayotgan yosh ijodkorlarimiz safi ancha o'rtada bir 10 yillar tanaffus bo'lib qoldi. To'g'risini aytish kerak, 10 yillar o'sha yoshlarimiz orasida adabiyotga, jurnalistika sohasiga kirib keladigan yoshlarimiz barmoq bilan ham sanolmay qoldik-da. Va mana keyingi 2-3 yilda behisob shukr zo'r yigitlar, qizlar yetishib chiqyapti. Karmanalik Feruz Ne'matullayev degan bir yosh shoir, ijodkor yigit bor. O'zini atrofida bir o'nlab tengdoshlarini birlashtirib, hozir ularni G'urub nomli kitob chop etildi. Kabisa hozir mana shu erta mustaqillik bayramigacha ular yana bir yangi bir kitob tayyorlashyapti. Bundan xursand bo'lish kerak. Shaxsan o'zim adabiyotsiz, so'zsiz yasha olmayman-da. So'z bu juda qudrat. Ana Alisher Navoiy yilida yilimizni ilk kunlaridan boshlab Navoiynoma degan bir katta dostonga o'zim ham qo'l urganman. Endi Alisher Navoiy bobomizning hayotini, ijodini o'rganish maqsadida uni ruhiyat olamiga hozir g'arq bo'lganman-da. O'rganishlarim davomida ilg'aganim Alisher Navoiy bobomiz Ramazon oyini 17-kuni dunyoga kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham Qur'on Ramazon oyini 17-kuni nozil bo'lgan ekan. Buni kelajakda buyuk bir shaxs, buyuk bir ijodkor bo'lib yetishiga dastavval shuni o'zi ham ishora. Yoyinki so'zni qudratini qarangki, Alisher Navoiy bobomiz o'zining davrida aytaylik Xusrav Dehlaviy Xamsa asarini 30 yil davomida yozgan ekan. Nizomiy Ganjaviy 15 yillik umrini ana shu Xamsani yaratishga bag'ishlagan. Hazrat Alisher Navoiy esa 2 yilda yozib tugatgan. Xamsani dunyoga kelishi butun Xurosonda, butun Movarag'un nahrda olam shumul voqeaga aylangan. Bu xushxabarni eshitib, Husayn Boyqaro Alisher Navoiyga bir chiroyli bir otni tuhfa etadi va otga Alisher Navoiyni ming'izib, o'zi jilovdan olib, ana shu ulus oldida o'zini ehtiromini bayon qiladi. Adabiyotni ma'nosini tushunadigan yigit, adabiyotga hurmati juda baland. Navoiy viloyatida mana shunday yosh shoirlarga doim ko'mak beruvchi odam, shoir. Men u kitobga Bobaqand bilan bir ilgarilar ko'rishganmiz, Navoiyga borganimda hokazo uzilib ketmaganmiz, telefonlashib turganmiz. Menga shunday bir taklif tushganda, kitobga so'z boshi deb, albatta yozaman. Chunki ko'ngil degan bir gap bor. Ko'ngilni tushirish mumkin, ko'ngilni ko'tarish mumkin. O'sha harakatni chirog'ini baland qilib qo'yish mumkin, pasaytirib qo'yish mumkin. Men bunga rozi bo'ldim va bir so'z boshi, mana hozir taqdimoti bo'ladigan so'z boshini yozdimda. Va mana bu kitob bugun chiqib ketdi. Bugungi taqdimotning ma'nosi nima? Men kitob yozdim deb shavqin solish emas. Mana bu yerdagilar yig'ilib kelib, do'stlar, adabiyot ishqibozlari, adabiyotni biladigan odamlar yig'ilib kelib, sen yoz, yaxshi ekansan. Bobaqand Mirzo yomon emas ekansan. Qani. Endi bundan keyin davom ettir deb dalda berish bo'ladi. Adabiyot mana bunday yig'inlar adabiyotimiz bir joyda tepsilib qolmasligi uchun yordam beradigan bir tadbirlar. Bu yozuvchilar uyushmasi qiladigan asl ish mana shundan iborat bo'ladi. Endi men nima deyman, Bobaqandning kitobi bilan tabriklayman. Odamlar o'qisin, she'riyat ishqibozlari.
shoirlikda, ilhomda ilohiylik bor. She'r yozilayotganda shoir she'rni emas, she'r shoirni yetaklab ketadi. Shoir ikki kuch, iloh va she'r o'rtasida vositachiga aylanadi xolos. So'zimiz muxtasarida aytmoqchi bo'lganimiz, ana shu vositachilik sizga qudrat va sharaf, she'riyat muxlislariga mutolaa huzuri bo'lsin. Boboqand Mirzo. O'zimda har kuni izlayman-da. Hozir mana sizlar kelganlarcha mana bo'lgan bo'lsa bir 15-20 daqiqa bo'ldi. Bir yangi she'r bilmayman qayerdan keldi. Tug'ilib qoldi. Hali yakuniga yetkiza olmay turdim. Hozircha eng yangi bo'lib turgan she'rimdan bir 8 qatorini e'lon qilaman. Qolgan qismini ko'rsatuvdan keyin tugataman. Qidiruvda yurgan odamdek men o'zimni izlayman sasdan, tirnog'imdan sochimga qadar urush e'lon qilganman qasddan. To'rt tomondan olib nishonga uziladi kamondan yoylar, qarochiqda aylanib ochun, xuddi mendek qadamim poylar.